Xo'p, do'konga kelib oldik. Obzorlarni sekin-sekin boshlaymiz. Yangiliklar nimalar bor? Mana bunaqa varatalar kelgan, taktika uylarga bolalarga qo'yib bersanglar bo'ladi. Figuralar kelgan, juda assortiment ko'p kelgan, koptolar juda ko'p kelgan. Bilasizlar, Premier Liga bu yildan boshlab Pumada o'ynaydi, mana bu rangi aynan shu rangida. Ota arbitra ekan. 130 mingdan chiqqan, xohlaganini tanlab ketaverasizlar. Nike'lar yengilari, ko'rdinglarmi? Ranglari bor bu yoqda. Germaniya 2006 koptoga retro kelgan. Meni sizlarga kopto Nike'lar. Assortiment bomba bo'lgan, hammasini bitta rasmga olib, obzorlarni Telegram kanaliga joylab qo'yamiz. Yana bitta zo'r narsa ko'rib qoldim. Mana bunaqa koptoni olib yurish uchun zo'r narsa kelibdi, ko'rasizlarmi? Mana bunaqa olib yurasizlar, xohlasanglar osib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qulay narsa ekan. Bu yoqda figuralar ham juda ham ko'p kelgan. Full bol assortimentda xohlaganingni olsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rmayotganlar ham bor, hammasini Telegram kanaliga joylaymiz. Ikkinchi etajda ham yangiliklar bor, varaqali pechatkalar kelgan. Kuzatib boringlar, sizlar layklar bilan, kommentariyalar bilan banglashib tursanglar, biz sizlarga полный obzorlarni qilib beramiz.